إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Muallim Sani negizinde Arap harflerin öğrenimine devam etimiz. Bugün bizning shiratdagi harf unda bo'lsa va harfi shulay aytib yoziladi bizning va yumshoq harflardan shulay yo'q. Bizning va wi hamini naqaramiz navbaytib tutashib kelayni u yani azrakkan v shekilliroq shulay vda tug'il endi u bilan v orasida u deb aytiladi. Va wi u va wi u ayta qarab ketdik hali bunda au raw naw law 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 agar deb tarjima etiladi. Agarda agar hadisda keladi bir narsa ishlasang agarda shulay ishlagan bo'lsam shulay bo'lar edi deb aytma deb. Chunki law deb aytу agarda shayton eshiklari osha dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Narsalar ishlab bo'lib chiqmasa-da qaddaralloh va masha taala deb aytdi. Alloh taala shulay tiladi, hammaning taqdiri bilan shulay bo'ldi deb aytirga o'xshaydi. Agarda biz tegi kishi bilan borgan bo'lsam, borib yetirim, masalan, otilib qolmasa, tegini shu vaqtda ishlab qolgan bo'lsam, hozir endi boy bo'larim deb shulay Alloh aytirga yaramay agar deb. Chunki u shayton eshiklari ochiq. Alloh taala tiladi, hammaning taqdiri bilan bo'ldi. Agar deb aytu bizning kelajak o'tgan zamonda yaramay. Kelajakda yaray, masalan, agarda mening shunga yaxshi bo'lsa, xoyga borim, menimdan shunga millionlar bo'lsa, menda masjid tuzirim deb kelajakda shuni yaxshi umid bilan aytirga yaray. Ammo o'tgan zamonni endi agarda shulay bo'lsa, bulay ishlagan bo'larim, teglaytgan bo'larim deb bo'ldi, bitdi. Shayton eshiklarini ochirga kerakmi? Varam, vatar, vaman, valan, vakam, avlu, ravmu, yawmu. Yawmu kim deb tarjima etiladi? Malik yawmiddin, qiyomat kunining podshosi shulay deb yawmu. Yawmu tarjima etiladi kun deb. Kun. Dushanba kun mandasi, shanba kundan shulay deb. Yakshanba kundan kun yawm bo'ladi. Kawn waylu wayl ukinish qoyil hasrat waylu lil mutaffifin deb aytadi Qur'onda. Ni ukinish qoyil hasrat kimlarda o'lchovda kishilarni aldalaylar deb. Wayl. Wazn o'lchov wazn. Wazn o'lchov. Wazn o'lchov. Wazn. Kawkav planetalar, mavkibu avlamtum avtartum. Hozir birgalab shu so'zlarni o'qib ketamiz. Va wi wu aw raw naw law waram watar waman walan walam wakam awlu rawmu yawmu kawnu waylu
وزن 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 كوكب 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 موكب نوكب نوكب أولمتم 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 أوترتم 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 Hazır ne işleyimiz? Odatdagi shangda daftarni olamiz. Ham va wi wu har birisini birashar yo'lga yozib chiqamiz. Ham aw raw naw har birisini birar yo'l yozib chiqamiz. Ham tag'in qabaqlayman. Boshqa darslarda da aytdim shulay deb. Yozganda aw law aytib yozirgan kerak. Waznu waznu yawmu yawmu shulay deb aytib yozgandagina bizga endi foydasi bo'lacak. Ham shu harfni de bizga 15, 20, 30 topqir ko'paytib o'qirga kerak. Alda harflarni de qabaqlarga unutmaymiz. Alloh taolo bizga da barchamizga da tavfiq hidoyat bersin. Uning amrlarini o'tab, tuyganlardan tiyilib yasharga. Subhanaka va bihamdika va ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu